Endi bu yerda mushu suiqasdlardan keyin uzun o'tmay xalqimiz toza g'azablanayotgan bir mezgilda oldingizga Germaniyadan ikki odam bordi. Ayni vaqtdagi kotibingiz bilan Asqarjonlar Amerikaga berib, siz bilan suhbat qilib beribdi-da, saloq qilib beribdi. Berib, anlasam Amerikada Shuhrat Ushur va boshqalar orig'i tushib, saloq qilganmish. Işqib jiq ishlar bo'ldi oranglarda, faqatla bir qisqa bir bayonot berildi. Ammo qandaqdir sizning o g'azablaringizni bosdi, sizni yumshatgandek ko'rindi, ya'ni ular bilan kelishgandek ta'sir berdi bizga. Ashchaqlikdan kelgan xabarlar. Shu chog'da nima ish bo'lganda qisqa deb beramsiz? Nima qilib ketdi ular? Nima bo'ldi aralaqda? Bular o'zi yig'inni ochiverganligini aytdi. Nuri Turkel bilan Shuhrat Ushur bizni murassa qilib qo'ydi. Men o'zimni murassaga keldim. Nima uchun keldim deganda, ikkiga boy yuqorida aytib o'tdim, ikkiga yig'in ochilib ketmasin deb, Uyg'ur ikkiga bo'linib ketmasin. Yo, men voz kechay, ya buni voz kechsin degandan keyin bular voz kechmagandan keyin men voz kechdim. Men voz kechdim, ikkiga bo'linib ketmayli deb. Men bularning unda Sitim Turkni, nimini, u Ümit Agayini, Asqarjonni, Sodiqjonlarni, mush men tarafga turgan, meni qo'llagan Nurmamat Ruzaxunni, anikin shu Olimjonni, Abdurimjon ishqilib, meni Robiya xonimni qo'zab olayli, uni pochlanmanglar degan odamlarning hammasini men yig'inning teshida qo'yib qo'ydi deb o'yladim. Bular biz ittifoqlashgan holda hammamiz mishadi ochimiz. Bizga bir qatam berib beqing, biz bir oliy rahbarimiz bo'lib turib beqing. Biz bir qilib baqayli degandikin, o zodi ikkiya agar unumsanglar sizlar nimada Gollandiyada ichinglar biz Germaniyada ochiverdigan bo'ldik Munixda degandikin, mushu dunyo Uyg'urligini butun dunyoni mushunga birlikka akaptimi? Mushu Uyg'ur qurultayi debdik. Mushu qurultayni parchalab etmay, men mushu qurultayga ma'qul bo'ldi, mushu yoshlar zodi bir ish qilib baqsin deb men o'zim qo'shildim bu ishga. Qo'shilgandan keyin bular nadonlik qildi. Agar bular mushu yig'inni ochgan vaqtida mayli Seyit bo'lsin, Sodiqjon bo'lsin, Umid bo'lsin, mush o'ziga qarshi fikr bo'lgan, meni qo'llayotgan odamlarning hammani mush qurultayga chaqirib qilgan bo'lsa, qurultay bugun mushuna bo'linib ketmaydi. Bu bir. Ikkinchi bular oliy rahbarimiz Robiya xonim deganda oliy rahbarimiz demisin, men bir millatning ma'naviy olis lideri bo'lgandan keyin, hay Robiya xonim nima ish qilayli, birlik qilayli, yani biz dunyo qurultayining raisi desa, yana biz dunyo qurultayini birlik kuchlantirib, yana birlik qilatdik, bunda parchalanib ketmaydi. Bular o'zi parchalab, bizni biraqli tapdi. 12 adam masalan dunyo qurultayida qurgan 12 adam masalan deyli shu 12 adam ham ismini deb o'tirishimning ayti yo'q. Shu 12 adam Uyg'urga biz vakil deb 12 adam qilib oldi. Bo'pti. Hozir biz ayada bir andaq so'di bo'ldi, mundaq so'di bo'ldi. Shuhrat Ushurmish bu ikki bo'linib ketmasin dedi. Nuri Turkel mu parchalanib ketmasin dedi. Qinim berib, lekin meni saloq qilib bular bilan murassa qilgan odamlar davomli qiladi, birlik qildi deganda, keyin bular igi chiqanmidi. Bu ishlar bunda va'da qilgantinglar Robiya xonimga, "Ma va'da bo'yicha ma ishni nima qilmadinglar?" deb degan bo'lishi mumkin, bular anglamagan bo'lishi mumkin. Bular o'zi degan va'daning hech qaysini ijro qilmadi. Gapning qisqasi, bular intayin yolg'on aytdi, hammasi aksinchasiga qildi ishni. Anlaşımca bu yerda abay sizman beshida deb o'tdingiz, ular pul bilan sizni oldiganmish, ya'ni sizga 50 ming dollar beradigan, oyda 2 ming dollar pul beradigan, ham ishxonangizdan chiqimini ko'tarib beradigan bir shartlar bilan sizni ma'qulga keltirgan deydi. Bu hammasi yolg'on gap, shundaymi? 50 ming dollar pul vaqti. Hozir butun dunyodagi Uyg'ur tashkilotlari pulni yig'ib dunyoga ko'chirib beryapti. Mush Uyg'urning vakillik tashkiloti o'xshaydi. Qahmu shuning ishni dunyo Uyg'ur qurultiyi pul beramiz deb yig'yapti. U yig'gan pulni dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur xalqining umumiy tashkilotlariga ishlatish kerak, unda ishlatmadi. O'zini ishlatdi, bu xato, bu qilyaptimi? Dunyo Uyg'ur qurultiyining xato, hamma tashkilotlarning yolg'iz dunyo Uyg'ur qurultiyiga yig'tiryaptimi? Xato. Buningdagi hamma qilyapgan tashkilotlarga tang berish kerak. Endi bular shu menga degan vaqtida o'zlari dedi. Har oyda ishxonaning ijorasini to'lab beramiz dedi. Ha dedi. Agar jiqirib qolsa sizning katibingizni tarjimadingiz deb beramiz. Siz bizning yanılı rahbarimiz, birlik qilamiz dedi. Men dunyo qurultayini bundan cho'g'ilib ketdi deb o'ylamadim o'zim. Ya'ni birlik qilamiz. Mayli Sitim Turk bo'lsin, mayli bu To'lqin bo'lsin, mayli Umar bo'lsin, mayli Umid Agay bo'lsin.
Bular bunu to'xtatganmidi. Buni ijro qilmagandan sirt meni qo'llagan hamma odamni Amerikada turishlik dunyo qurultining ba'zi odamlari Amerikaga chiqib Amerikaga kirmas qilib qo'ydi. Bu jinoyat ma'vu. Ma'vu bir jinoyat. Pakiz Amerikaga sodiq, Amerika bilan ittifoq Uyg'ur davosida sodiq bir odamlarni jinoyat qilib Amerikaga chiqib, bularni Amerikaga kirgizmas qilib qo'ygan odamni men oxir tep chiqaman. Tep chiqib buning jinoyatini surishti qilaman. Sitim Turkni Amerikaga qarshida. Ya da Sitim Türk'ün Türkiye'de siyahinin adımı da ekan. Meya da Amerika Türkiye MİT'nin adımı da. Bular çıkıp Ümit Agay'ı Germaniyanın garajdan tercümanlık kılıp atkan adam. Sadıkcan'ını yemin Gollandiya ordunu muşmusunu neçe yıl başkargan adam. Muş adamlarını Amerika'nın FBI'ga ve Amerika'nın bir xatarlık idarlarına çıkıp bularını kirmez kılıp attı. Biz muşun izdavatımız hazır. Bu adamlar bundaqlar ayrılmadık biz. Bu davagarlarga qilgan suiqasd qilinib ketdi. Uyg'ur davosini eng yaxshi qilib atgan, eng dunyoga anglitib atgan odamlarning oldini to'sdi. Bu Xitoyning orzusi, Xitoyning maqsadi. Turkiyada suiqasdning oldini to'sdi. O'ylab beqinglar Sitim Turk degan chong chiqirib ketdi. Bu hech kunduz uxlamay anglitadi. Uning nima zarari var sana? Ey Türkiye tashkilotlar, ey izzat atmaydiganlar. Sitim Türk muşu xalqning ovozini muxbir siyasi olma, teşkilat, mektep verip anlatsa, sana ne zihni var? Senin halkın, senin anan, senin dadanla anlatır. Sen şunu çıkıp, şu hakasını birlikte çıkıp, Türkiye hükümetinin, Sitim Türk'ün bir mezgil öykü kavap koydu. Kötüler işkanda kışkalanmadı. Emdi kötürülüp çıkıp etipti. Sitim Türk, o Türkistan meclisini kurgan adam, meclisini kurgan diken aşında kıldı. Mena muşlak adamlarımızın muşlak kıvetti. Bu kim kılan bolsa bu bir cinayet. Bu Uygur halkı sürüştü kıldığın cinayet. Uygur'un davagarlarını, Rabia Kadır'ını kollaydığı adamını, Rabia Kadır'ın etrafı tuğu adamını yoktur. Xitayning yadroluk maksidi, yadroluk maksidi çeteldeki yoktur. Mening etrafımdaki adamını yok atkanda ne acizayna. İktisadımını yok atkanda ne acizayna. Bular iktisadımını yok attı. Rast, ben tercümansız kaldım, şoförsüz kaldım. Pul jığımen de bir yer kol sunmadım. Çünkü anın ıcığımız, manın ıcığımız devatkandı. Koya dedim. Ben bulanın 50 bin dolar plus. Ben onda dedim, hiç kim bana 50 bin dolar birimiz depmi bakmadı. Ne alımeme dep bakmadım. Fakat işhanının icaresi birimizde onu ne beğenmedim onu. Dedim bayatın yukarıda kuzat dedi. Adamını kuzat etmedi. Bana Xudayım bursa Uygur'un işi de hem ahlaklı, insaflık adamlar 1000 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar evetip benim şoförümün ödüsünü çıkmadı. Bir tercümanımın ödüsünü çıkmadı. Uygur'un işi de insaf kıldığı adamlar tükep ketkini yok. Ahlıva adamlar tükep ketkini yok. Ular beni tanıydığı adam tükep ketkini yok. Ben onun işini halk beni yanı bekavatıdı. Ben yani şu davanı Mevlan efendim degende bir gün toktatmay mangdırıvatıma. Fakat ilik toplam, jığın, ilik şuradaki dünya hukuki içip atkandak jığınlarını açmadım. İçip hata resim çıkamadım. Nimişka, nimişim de çıkamadım. Ben gülüp etmeyim, muşla kıvatıdı, ben cim tutsam muşla galbi kısın dedim. Lakin bular bunda kımmedi. Endi bu yerda eng muhim bir masala şu 2017 yılı. Şu arlıqdaki çoğun işlarni, qurultay ishidagi egizpastliklarni, jidallarni o'ngshash uchun Amsterdamda, Gollandiyada 2017 yılı bir çoğun yig'in ochilmoqchi edi. Onun oldida siz ko'p qatam sizni qo'llaydigan, masalan, Sitim Turk qatorliq atrofingizga qo'llovchilarga ko'p qatam va'da bergandingiz. Ya'ni men hayotda bo'ladi ekanman, bu davoni mushu suiqasdchi unsurlarga tutqizib qo'ymayman deb ko'p qatam va'da bergandingiz, bularni sizga qattiq ishongan edi. Ammo 4 kun qolganda siz tuyuqsizlar bu yig'inni bekor qilyaptingizda nurg'un odam qattiq umidsizlandi. Endi undan keyingi bu razil o'yinlarni Myunxenda ko'rdik. Muşnundaki sebep, asaslık sebep. Asas sebep parçalanıp ketmesin dedim. Asas sebep yukarıda dedim, yani desem parçalanıp ketmesin. Boptumus kılımen diye halkın içinde bir kısım adamlar meyli mağarip olsun, meyli olmalar olsun, hemisi bilen gelmiş baksam, kıpak mısın mı dedi. Kıpak mısın mı diyen kim boptu parçalanıp ketmesin. Ma ballarını mı muş yığındı çakırdı, yani kurultaydın içinde muşu, siyitlerimi muşun kılmaz dedim. Lakin iş onda bulmaya kaldı.
Ondaqda nemishqa bu ishni siz sizga ishongan, siz bilan birga ish qilayotgan sabdoshlaringiz bilan bizga maslahat qilmadingiz masalan? Ular onu aytdi. Bir Onu lider ben sizge dep koyayım. Muşu halkının menfaatiga uygun kilodu dep oyluğa vaqtida ba'zan narsaga çoxum özü hüküm qilish kerak. Men hüküm qildim, lekin hükümimni mening xalqim dep hüküm qildim, hükümim to'g'ri chiqmadi. Bular men degan yerdan chiqdi. Ya'ni siz dedingiz hozir Sitim Türk aşka meclisga bordim. Agar men Sitim Türk qaytadan Sharq Turkiston majlisini ochgan vaqtida agar mushlar to'g'ri ish qilgan bo'lsa men ash majlisni ochtirmaydim, ham bormaydim. Ham bular xato ish qilgandan keyin ilojisiz ikkinchi bir sap jitim qoldi. Bular da'vo qilgan vaqtlar da'vo qilmish bo'lmaydi, men berishim kerak deb bunga bordim. Bu oliy rahbar dedi, men qabul qildim. Ya'ni bu ishda yig'inni yo'q qilishingizda birdan bir sabab parchalanib ketmasin deb qo'ydik dedingiz. Mayli yomon bo'lsin, ichiga mushlar qaytib kirib turib, o'ngshaymiz degan umidni qildim. Meni murassa qilganlarmi ash maqsad bilan murassa qildim. Endi ham o'zingiz bir lider bo'lish suhbatingiz bilan yeningizdagi siz eng ishonadigan, sizga eng yaqin odamlaringizga maslahat qilmaylar. Buni qilganingiz ularning ko'nglini og'ritdi. Ham oqibatda bu ishning oqibati qanday bo'ldi deganda da'vo hozirgidek 80 parchaga keldi. Param-parcha bo'lib ketdi. Agar shu chog'da bizda hozir 2017-yilga qaytib ketdik deydi. Shu chog'da hozirgi bu ishning oqibatining mushundaq bo'ladiganligini faraz qilgan bo'lsangiz, uni o'tkazib beramdingiz qurultayni o suiqasdchilarga? O'tkazib bermaydim. Qarang, agar men shu vaqtda o'tkazib bermagan bo'lsam, shu kuni baribir qurultay meyada ochadi, ayad ochadi. Shu bizning liderimiz, shu xonim o'tkazib bergan bo'lsa, mush parchalanish bo'lmaydi deb siz bugun meni muxolifat. Biroq men yana Rabia Qadir degan Uyg'urning lideri ayolning ikkinchi bir liderni Uyg'urga akib berishi uchun inovatini saqlab qoldim. Parchalamayman degan irodamni qildim. Bular parchalagan, bu tarixga bular javob berdi. Men yanada Uyg'ur xalqiga eng yaxshi xalq agishadigan, xalq yeni strategiya, xalqning o'zining vatanini mustaqil qilish uchun irodasi ochib turgan liderni saylab bera oladiganligimga ishonaman. Va xalqimning shunda saylaydiganligiga, ya'ni shunday bir liderning chiqadiganligiga men ishonaman. Rahmat. Endi shu ishda men hozir Mavlon Qasanov so'zini berman. Shu ishda 3 yildan keyin o'zingizning xato qilganligini his qildingiz. Bu jihatda o'zingizni bir savallik o'tkazdi deb hisoblamsiz? Yo'q, unday hisoblamayman. Qat'iy unday hisoblamayman. Men to'g'ri niyat bilan qildim. Xalqimga ishondim. Lekin qaymi qilayotganlar mushlarning oqib bo'lsin, buning hammasi emas. Bir 4-5 odamning ishi bu. Nurg'un odamlar hozir mush ishning oqibini agashganlarni hozir tushunib yetyapti. Shuning uchun men buni xatolashdim. Men mush to'g'ri qildim. Lekin mening deganim yerimdan bu ish chiqmadi deb o'ylayman.